Avstraliya bugungi kunda dunyoning top 5 eng xavfsiz va ta'lim sifati bo'yicha eng kuchli davlatlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa biznes va menejment yo'nalishlarida xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallagan universitetlari bilan mashhur. Shuning uchun ham ko'plab yoshlar aynan Avstraliyani o'qish va kelajakdagi karyerasini boshlash uchun tanlayapti. Bugun sizlarga shu yo'nalishda katta qadam qo'ygan Avstraliyadagi yetakchi universitetlardan biri bo'lgan Macquarie universitetiga qabul qilingan yosh talabamizning hikoyasini taqdim qilamiz. 17 yoshimda dunyo reytingida 138-o'rinda turadigan universitet talabasi bo'ldim. Hammaga salom, men ismim Nodir. Avstraliyaning Macquarie universitetiga to'g'ridan-to'g'ri bakalavr bosqichiga qabul qilindim. Tanlagan yo'nalishim Bachelor of Business. Maktab davridan tadbirkorlik yo'nalishiga qiziqqanman. Shu sabab bu yo'nalishni chuqur o'rganish uchun Avstraliya davlatini tanladim. O'qishim fevral oyida boshlanadi, lekin biz hujjatlarni yig'ishni 6 oy oldin boshladik. O'qishga topshirish, vizaga topshirish, viza javobini olish uchun biz 2,5 oy sarfladik. Hamma jarayonda menga Everstudy yaqindan yordam berdi. Agar maktabni tamomlab, hali ham universitetga kirmagan bo'lsangiz, Avstraliyaga iyul oyiga hujjatlarni topshirsangiz bo'ladi. Shu jarayonda sizlarga Everstudy professional yordam bera oladi. Avstraliyada ko'rishguncha.